Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan Malayziya davlatining Kuala-Lumpur shahrida odam savdosi jinoyatini sodir etib kelayotgan uyushgan jinoiy guruh a'zolarini aniqlash bo'yicha tezkor tadbir o'tkazildi. 1971-yilda Tojikiston Respublikasida tug'ilgan ayol mazkur uyushgan jinoiy guruhga rahbarlik qilib, o'zining O'zbekistonda yashovchi jinoiy sheriklari orqali Telegram tarmog'ida Kuala-Lumpur shahridagi restoranga yangi xodimlarni ishga olamiz sarlavhasi ostida e'lon joylagan. Ularga murojaat qilgan shaxslar bilan guruhning Toshkentdagi a'zolari uchrashib, turli xil yolg'on va'dalar bilan Kuala-Lumpurga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan. Tezkor tadbir davomida Tojikiston fuqarosi bo'lgan ayol qo'l ostiga ishlash uchun kelgan qizlarni shahvoniy ekspluatatsiya qilgan bo'lsa, turli lavozimlarda ishlagan yigitlarni oldindan va'da qilingan 500 AQSh dollar miqdoridagi oylik maosh, bepul turar joy, 4 mahal oziq-ovqat bilan ta'minlamagan. Ishchi vizalarini rasmiylashtirmasdan, ish haqqini bermasdan fuqarolik pasportlarini olib, majburiy mehnat bilan shug'ullantirib kelgan. Ayni vaqtga qadar ushbu jinoiy guruhdan jabr ko'rgan 8 nafar shaxslar aniqlanib, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov harakatlari olib borilmoqda.